Palonyani pishiqligi buni bunday qilib oyog'ingizdan bunday qilsangiz ham sinmaydi. Sinib ketib qoldi-yu. Assalomu alaykum Palon ishqibozlari. Bugun mana 7-mart 2026-yil. Xudo xolasa 1,5 mingta bu yerdan sotildi. Yedeta ko'chatlarimiz oz qoldi. 3000, 4000 ta ko'chat qoldi. Ertaga bu tarafdan 5000 ta Qozog'istonga ko'chiriladi. Andijonga 3000 ta ko'chirsak, xudo xolasa ko'chat tugaydi. Mana shu ko'chatlarimizni ko'mib qo'yamiz. Qolgani mana shoshilinglar. Uzog'i 15-martgacha tugatamiz. Bundan bari xudo xolasa ko'chatlar hammasi zo'r mana. Kelib ko'rsatib qo'ygan. Hammasi 10 ta pachkalab garantiyali, svejiy. Bo'ylari ham zo'r. Asal obodonlashtirishga ketadigan. Agar yog'och kekaman degan akalarimga yog'ochga, ko'chat kekaman deganlar ko'chatga. Maynaqa holati nech pul deganlarga mana shular 15 ming so'mdan ketdi. Agar ko'proq olaman desa yana kelishamiz. Xo'p. Mana. Ko'lavering. Ko'chatlar mana svejiy ko'chirilgan. Endi men orqaga ko'mamiz traktorda. Akalar mana bu Palonyani qaysi oyda ekadi deganga rosa ekiladigan havo bo'lyapti. Bag'i mart oxirigacha ekilaveradi. Hali bular bay chiqarish turmoq amal qilgan yo'q. Ekilib turgan teraklarga hali amal qilgan yo'q. Palonyani ham bemalol eksangiz bo'laveradi. Xudo xolasa ko'chatlarimiz oz qoldi. Shoshilasizlar bundan bag'i. Ko'chatlarning tomiri yaxshi. Chotki, mana shu ko'mamiz hozir endi. Chunki 2-3 kundan keyin sog' ko'rsatyapti. Ularni sirasi ko'mib qo'yamiz. Vallahi ko'mishlarga o'tamiz. Pikkalab ko'ringchi. Xudo xolasa 11-12 ga sog' ko'rsatyapti. Shuning uchun ko'chirilgandan keyin sirasi ko'mib qo'yapmiz. Nargilar sirasi ko'chirib ketadi. Ikkita olib kelarsang, o'sha zamon toshib bo'ladi. Bir kishi ushab turish kerak. Olmaganlar darmonda. Ona ketmasin. Qatana to'g'ri.